Assalomu alaykum barchaga do'stlar, YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Xo'p, biza oldingi safar prognozimiz bo'yicha sizlarga ideya berib o'tgandik. Ideyamiz bo'yicha bozor yaxshi harakat qilib berdi, lekin biza kutganchalik baga juda ham kuchli yurish bo'lmadi. Ko'rsanglar bo'ladi, biza H1 time frame'damiz. Esinglarda bo'lsa, mana bu yerda bizaga buy zona beruvdim. Kichikroq time frame'ga o'tib qaragan bo'lsam, ushbu buy zonamizdan bozor yaxshi harakat bo'ldi. Ya'ni umumiy holatda 150 pipsdan oshiqroq yurib berdi. Lekin bizni kutganchalik katta impuls bo'lmadi. Buni o'ziga yarasha sabablari bor va bozor bizaga bu zonamizni breakout qilib oqib ketgandan keyin biza Telegram kanalimizga yana ikkita buy zona berdik. Buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana aytganimdek, biz Telegram kanalimizga ikkita buy zona berdik. Buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Birinchi buy zonamiz mana buy zona minimal deb yozilgan va ikkinchi zonamiz bor. Ikkita zonamiz ham bizaga chiroyli atributka bo'ldi. Kichikroq time frame'ga o'tib qaragan bo'lsam, birinchi zonamizni o'zida bizada mana Sniper entry bo'lib 120 pips harakat qilib berdi. Ya'ni bozorda umumiy holatda 120 pips harakat qilib berdi va ikkinchi zonamizni zonaga kirishi bilan bozor bizaga umumiy holatda 300 mana 350 pipsga yaqin harakat qilib berdi. Mana 350 pips. YouTube'da bergan ideyamiz bo'yicha 150 pips va Telegramda bergan ikkita zonamiz bo'yicha 350 va 120 pips harakat qilib berdi. Kelaylik buni общий hisoblaymiz. 150, 120 qilib emas, ikkalasini ham 100 pipsdan hisoblaymiz. Chunki hamma ham uchidan kirishga supet qilmaydi. 200 pips va plus 350 pips. Ya'ni kelaylik buni ham 300 pips hisoblaymiz. Va shunda bizada bozorda bizani zonalarimiz orqali bir kunda 500 pipsga yaqin harakat bo'ldi va minimal lotni ochadigan bo'lsak ham 500 pipsda o'rtacha $50 daromad qilgan bo'lar edik. O'shaning uchun Telegram kanalimizga qo'shilib olinglar. Endi biza haftalik va kunlik prognoz qilamiz. Tilla qaysi zonaga borganda qanaqa pozitsiya ochish mumkin, ya'ni buy va sell zonalarini birgalikda analiz qilamiz. Biza daily time frame olamiz. Daily time frame'ni ko'rsanglar bo'ladi. Har bitta sell zonamiz bizga juda ham yaxshi harakat qilib bermoqda. Ya'ni birinchi sell zonamiz, bundan keyin bizada mana bu yerda yana sell zona shakllantirdi. Bundan keyin buni o'zi ham bizga yana sell zona bo'lib qoldi. Har bitta sell zonamizdan bozor yaxshi harakat qilib beryapti. Bu nimadan dalolat beradi? Bozor hali ham bizada trendimiz sellligini dalolat beradi. O'tgan safar masalaga buy zona berganman va buy ideya berganman. Sababi mana bu yerda bizga fake breakout qilib qo'ygan. Mana ko'rsanglar bo'ladi, likvidini yechib, bozor pastda yopildi. Ya'ni bizaga davomiy buyga harakat davom etmadi. Agar mana shu zonamizdan tana bilan breakout qilib davomiy buyga harakat bo'lganda biza mana bu yerlardan biza buyga kirgan bo'lardik. Lekin afsuski bu bozor biza har doim o'ylaganimizdek bo'lmaydi. Bozor pastga harakat qilib ketdi. Xo'p, hozirgi bozor holatiga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda men ikkita zona ko'ryapman. Ya'ni hozirgi paytda bozor mana bu buy zonamizda turibdi va bozor bu buy zonamizda yaxshi harakat oldi. Aytganimdek 300 pipsga yaqin harakat oldi. Ana endi bizada yana bitta buy zonamiz bor. Bu mana bu zonamizni eng pastki qismi hisoblanadi. Ya'ni bu zonamiz ham bizga juda kuchli zona, ya'ni buy uchun. Bu zonamiz 4007 va 3996 zonasi bo'ladi. Bozor shu zonamizga kelgandan keyin biza tasdiqlari bilan va modellari bilan buyga harakatlansak bo'ladi. Bu bizadagi birinchi buy zonamiz hisoblanadi. Xo'p, bizada ikkinchi buy zonamiz ham bor. Agar bozor ushbu zonaga kelib, zonani ham breakout qilgan bo'lsa, ya'ni breakout qilingandan keyin bizada eng oxirgi buy zonamiz mana bu zona hisoblanadi. Bu zonani ham ko'rib qo'yinglar, o'zingizlarga belgilab qo'yinglar. Bu zonamiz bizada 3976 va 3960 narxlari ham bizga buy zona bo'lib xizmat qiladi. Ushbu zonamizda ham bozor model va tasdiq berishiga qarab biza buy qarasak bo'ladi. Ko'rdinglar, mana ikkita zona berdim sizlarga, buy zonalar. Xo'p, ana endi bozor dushanba kuni 100% aniq aytolmaymiz qaysi tomonga ochilishini. Katta ehtimol bilan agar bozor buyga ochilgan bo'lsa, ya'ni gap bilan buyga ochilgan bo'lsa, bizada yuqorida yana bitta ikkita sell zonalarimiz bor. Hozir sizlarga ushbu sell zonalarni belgilab, aniq tiniq qilib ko'rsatib beraman. Xo'p do'stlar, ikkita bazani aniqlab oldik. Ana endi bizada yuqorida, agar bozor bizga yuqorida ochilgan bo'lsa, ya'ni ikkita zonamizni, sell zonamiz bor. Birinchi zonamiz 4078 va 4087 oralig'ida mana shu zonamizni biz model va tasdiq topib savdoga kiramiz. Undan yuqori qismi, ya'ni 98 va 104 narxlarida ham bizada yaxshigina sell zonamiz bor. Mana shu ikkita sell zonamizdan biz sell harakatini amalga oshirsak bo'ladi.
pastga tushadigan bo'lsa, ikkita bazonamiz mavjud. Bu bozor do'stlar, har doim bozorda kirishdan oldin sizlar model va tasdiq bo'lishini kutinglar. Shundan keyin kiringlar. Hech qachon sizlar katta riskda, kerakmas joydan tasdiqsiz savdoni amalga oshirmanglar. Chunki bu sizlarni kapitalinglarni xavfga qo'yishi mumkin. O'shaning uchun biza bergan zonalarga, bozorga borgandan keyin model yoki tasdiq topib, zonalardan minimal risk bilan savdoni amalga oshiringlar. Sizlarga aytganimdek, ikkita sel va ikkita bazonani berdim. Bemalol zonalarni aniqlab, o'zinglarga to'g'irlab, yanada o'zinglarni biliminglarni qo'shgan holatda birgalashib, miks qilib ishlatsanglar bo'ladi. Zonalarni aniqroq bilish uchun va ko'proq ma'lumot olish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Telegram kanalimiz pastda joylashgan. Bemalol kirib, obuna bo'lsanglar, birgalikda ishlaymiz. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.